Har doim maskalaringizda Nodir opa Bipanten ishlatishni aytasiz, lekin qanaqasini ishlatishni gapirmaysiz. Qiynalib ketdik, qaysi birini olishni bilolmasdan deb doim menga murojaat qilasizlar. Bugun shu savolingizga nuqta qo'yamiz. O'ylab qarasam, hech ham gapirmagan ekanman. Demak, bittasi mayz, bittasi krem va uchinchisi Bipanten Plus. Ya'ni bu men tavsiya qiladiganlarim. Demak, Bipanten mayz haqida gapiramiz. Lekin bizda kosmetologiyada bu keng qo'llaniladi. Aynan maskalardan keyin, agar maskalar ozgina qizartirsa, ta'sirchanlik bo'lsa yuzingizda tinchlantirib yurish uchun mayzini ishlatamiz. Faqatgina quruq teri egalariga men mayz tavsiya qilaman. Demak, ikkinchisi Bipanten kremi o'rtoqlar. Kremni men ko'proq yengil bo'ladi. Buni tarkibi juda ham yengil, so'rilishi yengil bo'ladi. Shuning uchun ko'proq yog'li, po'rali, ugrili yuzlar, ya'ni muammoli yuzlarga tavsiya qilaman. Bipanten kremini butun badanni tinchlantirish uchun, butun badanni namlantirish uchun ham ishlatsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Va krem og'irlik bermaydi yuzimizga, terida yig'ilib qolmaydi va teri po'ralarini bo'g'ib qo'ymaydi. Shuning uchun maskalarimdan keyin yuzinglar yog'li, muammoli bo'lsa, Bipanten kremini ishlatinglar doim. Demak, uchinchisi Bipanten Plus. Bu kosmetologlarning, vrach, xirurglarning eng yaxshi ko'radigan Bipanteni bo'ladi, chunki buni tarkibida dexpantenol plus xlorgeksidin bor o'rtoqlar. Ya'ni xlorgeksidin bilasizlar, как antiseptik ishlaydi. Yaralarni bitirish uchun, chandiqlarni, ugri izlari bo'ladimi, pilinglardan keyingi tiklanish uchun, mezoterapiya, biorevitalizatsiyalardan keyin. Lekin Bipantenni albatta qanaqadir yosharish uchun, terini oziqlantirish uchun, yuzni tortish, ajinlarni yoyish uchun bu krem sifatida doimiy ishlatish mumkin emas, qizlar. Aslo. Bipantenni ma'lum bir muammoni bartaraf qilish uchun, ma'lum bir davrda yuzni tinchlantirish uchun yoki mana shunaqa maskalar berganimda, o'sha maskalar jarayonida ishlatib yursanglar bo'ladi. Va agar sizlar krem ham ishlatishinglar kerak deylik, sivorotka ham ishlatishinglar kerak va Bipanten ham, marhamat, kreminglarga ozgina sizlarga mumkin bo'lgan turidan ozgina qo'shib survoringlar, yuzinglarga hech narsa qilmaydi. Zato yuzinglar tinchlanadi, o'zini oziqasini ham oladi, namlanadi va yumshoqqina bo'ladi. Demak, Bipantenlar haqida menimcha savol qolmadi. Agar savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yana javob berishga harakat qilaman. Lekin podelitsa qilib qo'ysanglar, ya'ni o'rtog'inglar bilan ulashsanglar, ko'pchilik ko'rsa, xanna foydali bo'ladi va inshaalloh shifoli bo'lsin. Sog' bo'linglar.